Assalomu alaykum. Xo'p, bugun chiqadigan bo'lib qoldi. Yaxshi, hozircha faqat fikrim bo'ladi. O'zini amaliyotda qilgandan oldin fikrlash aloqasini keltirib olaylik. Birinchi, xo'p, bizda nima bo'ldi? Bizda markaz struktur, bizda tizim bor, tizim bor. Hamma narsa tayyor. Bozorga kirish kerak, harakat qilish kerak, harakat qilish bozorda ishlash kerak. Lekin bizda bitta chalkashlik bor edi. Hozirda bitta chalkashlik. Biz markaz struktur tuzganimizda qachonki mana tushuntirib qo'yay, yaxshisi ochiq boshqa bo'sh tushuntirib qo'yay. USD. Xo'p, bizda mana shunday edi. Xo'p. Ya'ni bizda tushungan paytimizda edi, qachonki narx mana bu joy buzsagina bizga 4H'lik haylov, ya'ni 4H'lik trend buzilishi degan narsa bizda singib qolgan edi. Ya'ni trend mana bunday edi, qarang. Ya'ni mana bu yerdagi xullas mana bu mana shunday harakat bizda qachonki mana bu yerdagi low highni buzar ekan, shunda biz trend o'zgaradi. 4H uchun deb qabul qildik. Lekin bizda bitta noto'g'ri qarash bor ekan. Biz chalkashlik bor ekan. Agar bunday qarasak, juda ham ko'p chalkashlik bor. Bizda bozor bunday harakatlanmayapti. Chalkashlik. Xullas, endi keladigan bo'lsak, endi biz chalkashlik qanday yechdik? Xo'p, demak bizda, ya'ni har qanday trend buzildimi, yo'qmi, ya'ni biz oldin o'ylardik, mana bu fake, mana shuni o'sha paytdagi logika bilan yozganman. 4H'lik bos, ya'ni break of struktura fake deganman. Qachonki mana bu joyda buzar ekan, bizda real haqiqiy markaz struktura buzilishi, ya'ni bo'lish trend boshlanishiga imkon beradi deb o'ylardim 4H uchun. Keyin bizda chalkashlik bo'ldi. Mana masalan mana bu yerda bunday bordida, mana bu tushib ketdi. To'g'ri, bizda ekstremal zona mana bu edi. Ekstremal zona bizga juda yaxshi xalaqit beradigan bo'ldi, ya'ni chalg'itadigan narsa bo'ldi. Mana bu yerda fake deb oldik. Fake deb olishimizga sabab mana bu yerdan qaytgani bo'ldi. Mana bu yerda ham fake deb olyapti. Shunda hozir mana bu yerda fake deb qo'yaylik. Xo'p, fake deb olib, juda ko'p xato ishlarga sababchi bo'lib qoldik. Endi hozirgi logika bo'yicha, ya'ni haqiqiy to'g'ri logika bo'yicha, to'g'ri logika qanday? Demak, markaz struktura bu bizni tizimimizni betoni. Prosta biz 5 qavatli imoratimizni birinchi qavati, ya'ni markaz strukturani qolgan qavatlarga birlashtirmasak, qulaydi u bino. Xo'p, markaz strukturani qanday birlashtirdik? Xo'p, markaz struktura mana bunday bo'ldi. Ya'ni bizda mana narx tusharagan, to'g'rimi? Narx tusharagan. Mana bu yerda narx уже mana bu yerda yorib o'tgan. Low high. Ya'ni bizda 4H'lik o'zi bos qilgan. 4H'lik bos qilib bo'lgan. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Va bizda 4H'lik haylov mana bu joy bo'ladi-da endi. Va bizda bu yerda haqiqiy bos mavjud, to'g'rimi? Bos mavjud va low is low high. Ya'ni mana bu yerda low high. Mana bu yerda esa low. Yozmadim nima? Low. Xo'p. Xuddi shunday keyingisi low high'imiz bizda mana bu joy. Keyingi low'imiz hozirgi logika bo'yicha, ya'ni tizimlarni yechish logikasi bo'yicha mana bunday. Va bizda nima bo'ldi? Va bizda mana bu joyda 4H'lik bos bo'ldi. 4H'lik bos
to'rtxashlik bir xashlik farqi yo'q. Hozir to'rtxashlik bir xashligida ham bos bo'lishi mumkin mana shu holatda. Chalkashmada to'rtxashlik bos. To'g'rimi? To'g'ri. Endi trend yana trend davom etdi va yana ya'ni hello bo'ldi-da. Mana bu yerda it's hi. Mana bu yerda it's hello. Xo'p. Keyin yana mana bu yerimiz bizga hi berdi. Qani bu? Mana bu yerimiz bizga yana hi berdi. Ya'ni balandlikdan baland. Xo'p. Nima bo'ldi? Voy, internet ishlamay qoldimi? Nima bo'lyapti? Mana shu joyda bizda keladi. To'xta, Tohir, qara. Men o'sha paytda logika bo'yicha bizda demon zona mana bu yerda bor. Mana bu yerda bor. Chunki biz impuls, ya'ni impuls deb mana bu joy ishlayapti-ku. Qara, mana o'zib tashlagan tushunsam. Voy. Mana ishlayapti-ku, mana to'rtxash, ya'ni mana impuls sham, impuls harakat, impulsdagi mana bu eng tepadagi demon bizda ekstremal zona, undan pastdagi super zona. Mana super zona ishladi-ku deyishim mumkin. Lekin ishladi deyil, ishlayapti. Lekin bizga to'rtxashlik bos bo'ldi. Demak, bu yerdagi super zona bizga qiziq emas. Lekin biz trendni ko'rdik. Trendda nima bo'ldi? To'rtxash bo'joqlik, keyin kichikroq ta'rifim bor. To'rtxashda bizda mana bu yerdagi highlovimizni narx buzib o'tdi. Ya'ni bos bo'ldi. Ko'rib turganingizdek bos. To'g'rimi? Va bu bizga berish trendni belgilaydi. Berish trend davom etgan bildiradi. Yana berish trend boshlangan bildiradi. Impulse, corrections, impulse, correction, impulse. Endi qarang, qanday kirishimiz mumkin bo'lmasa mana bu joyda avvalgi logika bilan o'ylasak, bilmoqchiman. Avvalgi logika bilan o'ylasak, mana bu impuls sham edi, impuls harakat, ya'ni berish trend-ku, bozor, mana bu impuls harakat. Biz bemalol mana bu joyda demondan kirishimiz mumkin edi-ku, qani nimaga kirmayapmiz deyishlari mumkin. Bizda to'rtxashlik tasdiqlash uchun mana bu joyni buzib o'tdi. Lekin bizda vanxash bor. Vanxashga o'tamiz. Qayerda edik? Mana bu joydami? Xo'p, bizda vanxash bor. Vanxashda bizda mana bu joyda mana bu joyda haylov bor. Mana bu joyda hay bor. Mana hay. Mana hay, to'g'rimi? Va bizda mana bu yerda bir xashlik bos bo'lib, aniq bos bo'lib turibdi mana. Bozorda trendda mana bos bo'lib turibdi. Aniq 100% bos vanxash uchun. Va biz umumiy kontekstdan kelib chiqqan holda one day time frame'da bizda bearish trend va one week time frame'da ham bearish trend, to'g'rimi? Va bizda mana bu joyda bir xashlik просто demit bor. Ko'rgan bo'lsalaring, GFX, ya'ni ustozim deylik, men tanimaydi. Ustozim deylik. Nimaga mana bu yerdagi demit ishlayapti? Seni market struktura darsing bo'yicha u demit ishlatmasliging kerak-ku. To'g'ri, ishlatmasligim kerak. Ishlatmayapman bu yerda. Bu yerda tasdiqlash uchun. Ya'ni meni ustozim mana GFX brat, GFX Forex'da brat aytyapti. Ya'ni mana bu yerda bir xashlik berish bo'ldimi? Bir xashlik berish bo'ldimi? Ko'rsam bir xashlik berish bo'ldi. Va xashlik bizda mana bu yerdagi demit zona bizda просто kontekst uchun, ya'ni berish konteksti uchun, berish bozor uchun просто tasdiqlov. Demak, supply zonadan qaytdi degan tasdiqlov beryapti. To'rtxash uchun ham shunday to'g'ri tasdiqlov, chunki
Уже mana bu shamdan ko'rgan odam, уже mana bu kuchli shamni ko'rgan odam уже berishdan boshlaganini biladi. Chunki umumiy kontekst berish, to'g'rimi? Kontekstga yordam qilmaymiz va momentumga qaraymiz va van hashga o'tgan holda biz aytdik, van hashda mana bunday holat ko'rinib turibdi bizda. Va bizda mana shunday suprezona topamiz. Va bemalol berish qila olamiz. GFX ham shunday qiladi, faqat shuni aytib bermayotgan edi shu paytgacha. Negadir aytib bermayotgan edi. Biz eng past nuqtagacha tortamiz. Bunda eng past nuqtagacha tortamiz. Bo'ldi shu. Bu to'xta. Demak, qarab, van hashlik berish bo'ldimi? Van hashlik berish bo'ldimi? Hech qanday manbetdagi van hashlik dimensioniga kirmaymiz. Kirish bu hisobni yopib yuborishdek gap. Hozircha o'zim hali konspekt olib tushuntirganim yo'q. Hozirgi logika bilan tushuntiryapman. Ya'ni g'oya keldimi tushuntiryapman. G'oya esdan chiqib ketmasligi uchun. Xo'p. Chunki berishtiradi van hash uchun. To'rt hash uchun to'rt hash uchun mana bu yerda ekstremal zona bo'lishi mumkin-ku deyishlar mumkin-da. Ekstremal zona bor bizda. Sizlar ekstremal zona mana bu deb o'ylamanglar. Bu ekstremal zonaga kirmaydi. Просто bu zonaga stop loss qo'yishlar mumkin, lekin ya'ni take profit qo'yishlar mumkin, lekin bu zonadan buy qilish xato. Nimaga? Chunki bizda to'rt hashlik уже bos bo'lgan. Bizda to'rt hashlik zona mana bu zona hisoblanadi. Ko'rib turibsizlar? Va bu zonaga kelgan mana bu sham уже bilinyapti. Xo'ya, bu momentum sekaga mana birinchi qavatni qurib olish uchun tepadagi qavatlarning projekti bor-da, ya'ni momentum уже ko'rinib turibdi-ki, mana bu shamning o'zida momentum ko'rinyapti. Bu ana ishlamasligi foiz va juda ham katta anaqasi. Stop loss take profit juda ham katta bizda berish kontekst va van hashda berish. Va biz mana shunday kirishimiz mumkin edi. Lekin meni logikam bo'yicha men kutdim, qarab nima bo'ldi. Menda nima bo'ldi? Kutdim mana shunda men kirdimmi yo'q, kirmadim. Men ekstremal zonagacha ko'tarilsa kiraman dedim. Ekstremal zonagacha ko'tarilsa kiraman. Va men просто kirmadim. Mamletdan shunday qaytib ketdi, van hashlik endi tasdiq berdi, van hashlik ne qo'ya kirganim. Nimaga? Chunki o'sha payt lekin bozorda edim. Men kirmasligimning sababi ekstremal zonaga keladi. Ekstremal zonaga kelmadimi? Mana bu yerda tasdiqlayapti van hashda. Ekstremal zona emas bu tem bo'lib. Mana to'rt hashlik bosib bo'lgan biz uchun. Tushunyapsizmi? Demak, bizda asosiy logika o'zgargan qismi market struktura. Bu haqda kitob chiqaramiz, kitobimizni o'zgartiramiz, eski hisobni o'zgartiramiz. Eski hisobda boshqacha berilgan, boshqacha logika, boshqacha qarashda yozganman. Endi haqiqiy qarash, mana shu qarash bilan takansiga ketiladi. Bu haqda YouTube'ga ham yozib qo'ydim postda. Xo'p. Bizda shu. Yana kechagi qilgan ishim nima bo'ldi? Kechagi xatom. Xatolar bizda nima bo'lib keladi? Yechim topish bo'lib keladi. Yechimlar bizda esa harakat qilib keladi. Men nima bo'ldi? Yana nima bo'ldi? Yana shu. Men bunday qildim. Ya'ni men bu yerga real, to'rt hashlik real boss dedimda, men bu yerda real boss emas, fake boss qildim-da. Ya'ni men bu yerda bo'lsam real boss bo'lgan, chunki men bu yerda boss bo'ldi. O'chirib turaylik tepani, bu yoq kerak emas. To'g'ri, men bu Mamlet boss bo'lgan keyin Mamlet boss bo'lgan. Shunda bizda low high mana bu joyda turadi. Mamlet esa low bo'lganda Mamlet da low. Va bizda to'rt hashlik postni fake deb oldim. To'rt hashlik postni nimaga to'rt hashlik post fake qilib oldim va просто kiraman. Va men yana ekstremal zonada to'rt hash uchun ekstremal zona manbet deb kutib turdim. Boshda oltib. Va yana xato qildim. Bizda keyin men o'yladim, mana to'rt hashlik emas. Men ana qildim. Voy. Van hashlik
bo'lish. Van qarshilik bo'lish bo'ldimi? Ana eski logika bo'yicha van qarshilik mana van qarshilik bo'lsa mana loqay. Van qarshilik bo'ldimi? Demak, bizda ana nima van qarshilik demak biz narx ekstremal zonagacha borar ekan dedimda men. Mana bu joydan bilat demit chizdim. Chunki undan pastda van qarshilik demit yo'q edi. Qarada, o'sha paytdagi logikani qarada. Har doim o'tib ketgandan keyin aql o'rib ketadi deydi-yu hamma. O'sha payt logika bo'yicha Mambet hay-hayda. Mambet esa lowda, tushunyapsizmi? Chunki Mambet boss bo'lgan kichik bir hashda va keyin Mambet yana hay-hay. Hay-hay. To'g'rimi? Men toza bir hashlik markaz struktura buzilganini ko'rmadim-da men. Ko'rinib turibdi, lekin ko'rmadim. Bir hashlik trend buzilgan ko'rmadim, lekin bir hashlik demit zonadan buy order ochdim. 5 ta qara. Va men yo'qotdim pullarimni. Qancha? 1%. 1% yo'qotdim, 1% tikdim, mana shuni qo'ydim. Yo'q, mamaga ko'tarib qo'ydim. O'zimcha ekstremal zonagacha boradi narx deb. Xo'ya, tushib ketdi narx. O'zi bir hashda o'zi berish trend deb ko'rinib turibdi. Yana nimaga? Nima uchun? Qaranglar. Mana bu joyda bir hashlik berishligini qanday tasvirlasa bo'ladi? Bizda umumiy kontekst berish. Qarang. Momentum kuchli. O'zi bir hashda berish berib turibdi va ham momentum kuchli. Keyin nima? Keyin bizda 4 hashda to'g'ri 4 hashlik boss bo'lgan. To'g'ri 4 hashlik mana fake boss emas, haqiqiy boss bo'lgan. Va biz mana bu joydagi demit zonalar, supply zonalar ishlatishimiz kerak emas hayotda. Kerak emas. Lekin biz van hashlik просто tasdiqlashimiz mumkin edi. Van hashlik trend o'zgargan bo'lib turibdi. Просто van hashlik tasdiqlasak bo'lar edi. Mana bu joyda van hashlik ya'ni bo'shliq joy bor va bo'shliq joy tepasida kuchli supply zona turibdi. Va biz mana shuni tasdiqlasak bo'lar edi. Chunki o'sha momentda o'zida boss bo'lib turibdi. Bir hashlik. Bir hashlik boss bo'lib turibdi va momentdagi zona buni tasdiqlaydi. Ya'ni berishligiga. Chunki umumiy kontekst berish, vandayda berish. Vandayda berish. Va men JFX bozorga kirishim mana shunday ekan. Mana shu logika bilan ishlaydi ekan. Mana shu logika bilan ishlaydi ekan va biz momentdan supply zona chizib bozorga shunchaki berishga tomon kirishimiz kerak edi. Men esa ahmoqlik qilmadim. Endi o'sha payt uchun to'g'ri fikrim. Hozir mana shu fikrga keldim. Tepaga qo'yamiz va biz eng pastgacha просто tortib qo'yamiz, bo'ldi. Shunchaki 1.7 riskrover. Bam. Endi o'tgan hafta nima bo'ldi deb gaplashadigan bo'laman. Bu undan oldingi hafta, ya'ni 11-mart. 11-mart paytlari edi. Endi mana o'tgan hafta emas. Bugun 23 bo'lsa, dushanbami? Undan oldingi hafta nima bo'ldi? Nimaga bozorga kirilmadi? Bayram, hayit bayrami. Uyga ketdik, hangama. Mametdagi logikaga bir e'tibor bersalar. Xo'p, bizda o'zi berish. Va Mametdagi 4 hashlik boss fake emas. Fake emas bu 4 hashlik boss. 4 hashlik boss, haqiqiy boss. Va bizda impuls ketgan. Impuls ketgan, lekin biz kirmadik. Kirmaymiz. Impuls ketgan. Men o'yladim, dedim, bizda mana bu joyda bor ekan supply zona 4 hashlik. Artık mana shunga kirsam bo'lardi deb. Mana shunday bo'lishi mumkin, lekin bet buzildi. Bet demit zona emas, 4 hashlik tushunasizmi? 4 hashlik demit zona emas. 4 hashlik supply zona emas. 4 hashlik demit zona 4 hashlik trend o'zgardi. Va bizda 4 hashlik demit zona bor. Va van hashga o'tishim kerak edi va van hashda mana bunday holat turibdi. Van hashda holat mana. Van hashda nima bo'ldi? Bizda 4 hashlik demit zona bor.
Fanxashlik o'sha berishda boshlangan. Berishda Mambetdan boshlangan. Просто kirishimiz mumkin edi. Bit impuls kuchli bitda. Bu to'rxashlik damage zona bor, lekin ekstremal to'rxashlik damage zona. Lekin bu kuchli. Ya'ni momentum kuchli va biz kirmadik. Har doim bozorga kirish kerak degani emas. Undan bayda zondan qochish ham ishlash kerak. Qochish uchun momentumdan foydalandik va kirdik. Momentum to'xtadi bizni damage zonaga bo'lsa Просто kirilish kerak bo'ldi mana shunday. Bo'ldi. To'g'ri, kuchli momentum bilan keyin bayt kirmadik. Kirishimizga sababim yo'q edi. Kuchli momentum to'g'ri, to'rg'ashli ekstremal zona. Uni anaqa rad etib bo'lmaydi. Lekin kirishimiz kerak emas-da. Tushunasizlarmi? Tushunyapsizlarmi? Kirishimiz kerak emas edi. Da mana o'ylashlar mumkin. Yana savollar bo'ladi-da. Men bitta anaqa bilan siz uni olib ketyapsiz, ya'ni to'rxashlik bos bo'lyapti. Nimaga men bitta bos bo'lmadi to'rxashlik deyishlar mumkin. Bitta sham bor-ku. Mendan balandku. Yo'q. Bizda kuchli sham bor. Kuchli impuls bilan ketgan sham. Men bitta impuls bor-ku. Nimaga men to'rxash bos deb hisoblaylaring? Desalaring bo'ladi. Lekin ne xo'ya. JFX o'zi brat o'zi aytyapti. Bozor doim tartibsizlikdan iborat. Gap doim foydada emas. Gap doim foydada bo'lishda emas. Gap ziyondan ham qocha olishda deyapti. Va o'zini mana bu misolida buni berish high low high it's low it's high bo'lganda mana bu joyga kelib yana low bo'lib ketgan. Ya'ni bu yerda biz bemalol mana bu joydan просто damage chizib buy kirishimiz mumkin-da, lekin bizda momentum bizni buy kirishimizni to'xtatib qo'yadi. To'g'ri, bizda selkirda yaxshi foydaga chiqishi mumkin. Yaxshi foyda, lekin sabab yo'q selkirishda. Sizda sabab yo'q selkirishda. Selkirishda sabab yo'q. Tushunibsizmi? Selkish sabab yo'q, lekin buy kirishdan oldin olish mumkin. Momentum juda kuchli va biz ziyondan qochib qutula olamiz. Bozor ixtiyoriy shuna o'yindagi ega, ya'ni ixtiyoriy anaqa bilan yuradi-da. Ehtimolli. Mana shu harakat yaxshi harakatga olib keladi. Va bizda va bizda mana bu joyda damage zona bor. Yo'mayo, nima bo'ldi? Yo'mayo. Yangilik chiqdimi bugun? Bozor bunday qo'yapti. Yo'mayo. Yo'mayo, men buni harakatlantirganim yo'q bo'ldi. O'ylamanglar harakatlantiryapsizlar deb. Hozir -50% edi. Voy jal, nima bo'lyapti? Buni qara. Hozir mana +17%. Voy, buni qara. Voy, blet. 22%. Voy, nima bo'lyapti bozorga? Soat 4. Qara, mana bu damage zonada просто buy kirishimiz bizga уже 1-3 risk olib beryapti. Tushunayapsan? Уже 1-3 ta olishsiz. Voy, nima bo'lyapti? Ata kirmadimi? Voy, 44%. Hozir 96% minusda edi. 96% minusda edi. Sekin birdan so'yib. 3 sekund. 3 sekund. Jallab nima bo'lyapti? Hech qanday yangilik yo'q edi-ku bugun. Yo'ma, uchyapti bozor. Voy, onasini yumsa, bu yerda juda kuchli damage bor. Damage borligini biladim, to'rxashlik ekstremal zona bu. 60% plus.
Atak kirganim yo'q. Hurmat qilmanglar. Hasad qilmanglar, lekin qarayman buni. Skillmi bo'lyapti bozorga. Просто hozir aytib turdim, bozor ehtimoliy o'yini. Bunda просто ehtimoliy o'yin bo'ldi. Bozor просто ehtimoliy o'yini bo'ldi. Lekin men anaqa ustozdan tushunganim shu, shunday. Marka struktura haqidagi videom ham to'g'ri, boshqa qismlari to'g'ri. Mana shu joylar to'g'ri. Marka struktura haqida yozib chiqaman. Uni qilamiz albatta. Da qilamiz uni albatta. Marka struktura haqidagi anaqamizni to'g'rilaymiz. Uni ham video chiqarsak kerak. Bugun yangilik yo'q edi-yu. Tepik so'z aytyapti, mana shu yerda bozor ehtimoliy o'yinda deb. Ehtimoliy o'yin payti, ya'ni sizni sananaqaga tushmagan paytlar. Siz shunchaki bozordan chetda turib yoki bozordan chiqib ketish orqali o'z bilgan tajribalaringiz orqali siz qutulib qolishingiz mumkin minusdan. Bizda umuman yangilik yo'q. Qayerdan keldi mana bu fayl? Tushyapti o'ylagan, endi bular tushyapti. Besh minutlik time. What the fuck? Xullas shunday. Meni yangi anaqani tushundilarmi? Yangi marka struktura o'qishdi. Yangi marka struktura o'qish. Yangi marka struktura o'qish. Tushundim. Endi men buni yozib chiqishim va amalda qo'llashim kerak. Sizlarga ham shuni maslahat qilib beraman. Menda tayyor tizim bor, sizlar ham tizim tuzinglar. To'g'ri, biznes o'qiyotganim bor, lekin уже tayyor. Ro'yxat tayyor. Bo'ldi, ishlatib bilish kerak bo'ldi. Lekin mana bu holatni birinchi marta ko'rishim. Men hozir 2022-yildan beri 2023-yilda fevralda deylik. 2026 fevral tugadi mana. Approx 3 yil bo'ldi, lekin men bunaqa holat ko'rmaganman. Просто hech qanday yangilikdan otilib ketishi. To'g'ri, nafarimni ko'rganman. Nafarimda bunchalik anaqa qilmagan. Shaqilla 5 minutlik time frame bunchalik katta otmagan. Sekin otgan. Gold ishlamaymiz-ku shunchalik. Bo'ldi, hammaga rahmat. Tushungan bo'lsalaring 5 ishlatinglar. To'xtamanglar. Meni ham vaqtim tobora tugab bormoqda. 23 mart bo'lsa, hali rejalarim bor. Lekin rejalarga vaqt kamayib bormoqda. Hammaga omad. Rahmat. Marka struktura bo'ldi, endi chalkash yo'q, hech qanday chalkash yo'q va mana shunday ishlashda davom etamiz. Bozorda bitta gap esimga tushdi, bozorda ham bir strategiya ishlaydi. Har bir strategiya ishlaydi, uni doimiy tarzda ustida ishlab, uni yaxshi vaqtda qo'llay olsang, har qanday strategiya ishlaydi. Lekin bozorda yaxshi yoki yomon strategiya degan narsa bor. Bu bor narsa. Yaxshi yomon strategiya degan narsa bor. Lekin har qanday strategiya bozorda ishlaydi. Hammaga rahmat.